Translyatsiya bosh homiysi Engelberg. Gamburg ringlarida boks bo'yicha jahon chempionati davom etyapti. Bugun 81 kilogramm vazn toifasida Bektemir Meliqo'ziyev o'z ishtirokini boshlaydi. Terma jamoamizning eng umidli jangchilaridan biri. Bektemirning avvalgi katta turnirlardagi ishtirokini ko'rganmiz. U Olimpiadada kumush medalga sazovor bo'lgan. U avvalgi jahon chempionatida 19 yosh bo'lishiga qaramasdan kumush medalga erishgan, lekin bularning hammasini u 75 kilogramm vazn toifasida qayd etgan. Endi esa o'zi uchun yangi toifa 81 kilogrammni zabt etishga harakat qilib ko'radi. Shu bilan birga vazni oshgani bilan birga tajribasi ham oshdi. To'g'ri, 81 kilogramm toifada bir umr qatnashayotgan, ya'ni endi boksdagi umri nazarda tutilyapti. Professional sportchi bo'lgandan keyingi umri nazarda tutilyapti. Ishtirok etayotgan ba'zi jangchilar bor. Bektemir esa quyi pog'onadan yuqoriga ko'tarildi, ammo uning jismoniy imkoniyatlariga, iste'dodiga, zarba kuchiga va albatta hech qachon to'xtamaydigan xarakteriga biz ishonamiz. Mana u O'zbekiston o'g'loni Bektemir Meliqo'ziyev B ringi tomon yo'l oldi va bugun u albatta g'alabaga erishishini birgalikda kutib qolamiz. Chunki raqib jiddiy. Buni ham tan olish kerak. Rossiya terma jamoasi umuman o'zi kuchli terma jamoalardan biri va ana shu terma jamoada yosh iste'dodli Muslim Gajimagomedov bor. U Bektemirga ancha jiddiy raqobat tug'dirishi kutilyapti. Birinchi jangida Gajimagomedov kolumbiyalik Monroy Varela ustidan ishonchli g'alabaga erishgan edi. Mana endi asosiy favoritlardan biriga qarshi ringga chiqadi. Bizni juda ham keskin jang kutyapti. Bektemir Meliqo'ziyev Olimpiadada ham, avvalgi jahon chempionatida ham finalga qadar yo'l olgan. Mana endi ana shu finalda g'olib chiqish vaqti keldi. Finalgacha bo'lgan yo'lda esa unga rostdan ham kuchli raqiblar duch kelyapti. Bo'yni qarang mana bu raqibning. Makfuni Abdullatif marokashlik hakam boshqaradi jangni. Muslim Gajimagomedov ancha baland ekan, lekin bu o'ziga yarasha Bektemirning uslubiga mos deyishimiz mumkin. Bektemir hozir yaqin masofaga kirib borishga harakat qiladi va Muslimni uzun qo'llarini iloji boricha noqulay tarzda ishga solishga urinib ko'radi. Birinchi raund boshlanib ketdi. Bektemir shoshilmayapti yaqinlashishga, payt poylayapti. Kuchli zarba yo'llamoqchi ekanligini biz bilamiz. Muslim esa bilmaydi deb umid qilamiz. Va yo'lladi o'sha chap qo'l zarbasini Meliqo'ziyev. Dastlab bosh qismiga, keyin tana qismiga jeblar bilan sinab ko'ryapti Gajimagomedov Bektemir. Ketidan qisqa seriya. Gajimagomedov ochilmayapti. Yaxshi o'ng qo'lni yo'lladi hozir. Bektemir aniq yetib bordi bu musht raqibining jab qismiga. Tanaga hujum. Bosh qismiga tegmay qoldi, qochib qoldi Muslim ushbu zarbadan. Jang paytida muxlislarni ko'rsatishmasdi odatda, mayli. Buning uchun tanaffus bor. Yaxshi ishlayapti Bektemir, o'ziga ishonch bilan. Har bir qadami o'ylangan, bekorga kuch sarflayotgani yo'q. Raqib hujumlaridan egilib qochib qoldi va o'z hujumini tayyorlayapti. Tanaga hujum qildi. Endi esa boshni ovlayapti Muslimning. Bir daqiqa qolyapti birinchi raund tugashiga. Yaxshi kutib oldi Meliqo'ziyev. Ustiga sakragan edi, tashlangan edi Gajimagomedov.
Bektemir bunga tayyor bo'lib chiqdi. Aynan yuqoridan unga mushtini yo'naltirdi. Yaxshi hujum, yaxshi zarba. Afsuski oxirgi yakunlovchisi yetib bormadi. Go'yo Lucky Punchdek bor kuchi bilan yo'naltirgan edi mushtini Meliqo'ziyev. Bu yerda hozir birinchi raqam yoki counter puncherni aniqlash qiyin. Ikkalasi baravar tempda ishlayapti. Ammo Bektemirda timing yaxshiroq. Yoshida ularda farq katta bo'lmasa ham, lekin Bektemirning katta turnirlardagi ishtiroki tajribasi ko'proq. Ochiq boks taklif qilyapti raqibiga Meliqo'ziyev. Qo'lini tushirib, yoniga chorlab. Stopdan keyin urib yuboryapti Gajimagomedov. Hop, ikkalasi baravar zarba berib qoldi raund so'ngida. Yaxshi boks ko'rdik hozir birinchi raundda. Taxminan 2 daqiqa davomida Bektemir ustunlik qildi. Oxirgi daqiqada Muslim Gajimagomedov tashabbusni tenglashtirgandek bo'ldi. Kichik farq bilan bu raund Bektemir Meliqo'ziyev hisobiga yozilishi kerak. Оттянись, хочешь взять задней руки, лови, хочешь задней руки, дай махнуть, дай провалить. Mana raund oxirida ikkalasi baravar urgan edi. Ikkinchi raund. Boya eshitdingiz, Muslim Gajimagomedovga ko'rsatma berildi. Ko'proq Meliqo'ziyevning zarbasi zoyi ketishini ta'minlagan. Meliqo'ziyev bitta zarbasi havoga ketar, ikkinchisini tayyorlab qo'yadi-yu ketadi. Hozir kutib oldi, lekin Gajimagomedov chap qo'l jeba bilan. Qo'li uzunligi lekin rostdan ham juda noqulay ekan. Meliqo'ziyev ham zarba berishga, ham oyog'ini oldinga chiqarib kattagina qadam tashlashga majbur bo'lyapti. Bu esa qo'shimcha lahzalar degan. Millisekundlarga ko'proq vaqt degan. Tayyorlayapti hujumni Meliqo'ziyev, yaxshi zarba chap qo'lda. Tanaga hujum tegdi. Yaxshi counter punch, yaxshi chiqdi. Yana klinchga intilyapti Gajimagomedov, ko'p osilib qolyapti Meliqo'ziyevning ustiga. Meliqo'ziyevdan yana bir hujum. Chap qo'lini yo'naltiryapti. Doimiy ravishda o'ng bilan ham ishlab turish kerak, chunki ko'ryapsiz, u Gajimagomedovning o'ng qo'li har doim oldinga chiqarilgan. Uning ustidan oshirib tushirsa bo'ladi mushni yaxshilab. Zarbasi kuchli Meliqo'ziyevning, buni yaxshi bilamiz, ammo yaxshi. Mana bunisi yaxshi chiqdi. Chap qo'l yana ustiga osilyapti. Kichik Klichkoda, Vladimirda shunday odati bor edi. Raqibi yaqin masofaga kirib borganda tirsagi bilan uning ustiga chiqib noqulaylik tug'diradi. Yaxshi o'ng qo'l ketidan tegmay qoldi chap qo'l, afsuski. Lekin o'ng qo'lning o'zi anchagina jiddiy muammo tug'dirdi Gajimagomedovga. Uni nafasini kamida sekinlashtirib qo'ydi. Yaxshi. Yana bir counter punch. Mayli, biroz nafas rostlab olib, Meliqo'ziyev faolroq bo'lgani uchun bu pauzalar unga zarar qilmaydi. Bu yerda hech narsa bo'lgani yo'q. Sirpanib ketdi Meliqo'ziyev. Ikkinchi raund ham juda qiziqarli kechyapti. Yaxshi zarba ketidan o'ng qo'l va
Osildi, biroz osildi. Meliqo'ziyevning ustiga Gajimagomedov juda yaxshi raund. Gongdan keyin zarba berib yubordi. Muslim mayli, muammosi yo'q. Chiroyli raund o'tkazdi Meliqo'ziyev. Bravo, qoyil, zo'r ishladi. Ikkala qo'lida zo'r ishladi, ayniqsa chap qo'li mashinaga aylanib ketdi. Zarbalar mashinasi. Ты его можешь просто правый, допустим, прямой выкинуть, левой сбоку сразу же за ним тогда идет. Ясно? Одиночный Ему игрок. готовить атаку, не давай пристреливаться, готовить не давай. А так он только в тебя врезается. Menimcha tushundingiz, tayyorgarlik bilan zarba berishga imkon berma deyapti. Ya'ni undan ilgariroq harakat. Agar shu zarbasini tayyorlashga imkon bermasang, u shunchaki kelib senga urilyapti deb tahlil qildi murabbiy. Uning fikrini hurmat qilamiz albatta. Bular ham yuksak darajadagi boks mutaxassislari. Ammo ular ta'riflagan kartina Muslim Gajimagomedovga ruhiy dalda berishi kerak edi. Aslida vaziyat sal boshqacharoq. Meliqo'ziyevning chapdan yuborgan zarbani 10 tasidan 6 tasi uning jag'iga aniq yetib boryapti va jag'ini kamida joyidan siljitib qo'yapti. Uchinchi raundda endi ana shu ustunlikni ushlab qolish zarur. Bektemir o'ng qo'lni pastga tushirib chapni tayyorlayapti tanaga, o'ngni yuqoridan jag'iga, chapdan tushdi, yaxshi zarba, o'ngdan ulab yubordi ketidan. Mas zanjirdan keyingi hujumni qabul qilib oldigandek ketdan yana bir seriya. Muslim Gajimagomedov havoga mushtini tashlash bilan ovora, Bektemir esa yana bir aniq zarba bilan uni jazolab qo'ydi. Haddan tashqari hujumga berilganiga masofani qisqartirdi. Ajoyib kontr zarba. Super. Gap yo'q. Hop, nuqtani topdi. Nuqtani topdi. Bektemir yaxshi o'ng qo'l. Yiqilmaganiga qoyil Gajimagomedov. Tabiatan baquvvat yigit ekan lekin. Chap qo'ldan dahshat. Ketdim. Bektemir sezdi. O'z nuqtasini topdi. O'z omadli bir yo'nalishini topdi va shu bo'yicha ishlayapti. Yarim raund qoldi. Endi sabralsa deb ko'rsatma beryapti. Ya'ni tushunib turibdi, Muslim hozir bo'shashgan. Muslim hozir ancha-muncha zarbadan keyin biroz boshi gangib qolgan. Sabralsa bu o'zini yig'ishtirib ol degan. Lekin hozir o'tkazdi mana Bektemir ham o'ziga kelyapti. Gajimagomedov yakunni olishi kerak. Bektemir Meliqo'ziyev lekin yakunni olmagan taqdirda ham ancha-muncha ish qilib qo'ydi. Muslim Mirzajonovga Muslim Gajimagomedovga ancha-muncha og'irlik yukini yelkasiga solib qo'ydi va bu yuk bilan u jangning oxirigacha harakat qilishga majbur bo'ladi. Yaxshi zarbalar bilan raund mana qarang osilib qolganiga. Gajimagomedov Muslim yaqin masofaga intilyapti yana. Yo'q, bu safar bilasizmi, Gajimagomedov yaqinlashgani biroz cho'chib turibdi. Chunki har safar qayerdandir toshdek bir og'ir narsa uchib kelyapti. Boshiga tushyapti. Jag'ini larzaga keltiryapti. Ko'zi oldida qorong'ulikni yuzaga keltiryapti. Gajimagomedovning bardoshiga tan berdik lekin. Qo'yib. Jang tugadi. Bektemir Meliqo'ziyev ringni yondirib tashladi ochig'ini aytganda. Raqibni esa og'ir ahvolga solib qo'ydi. Uning ahvolidan ham ko'rishingiz mumkin. Gajimagomedov nafas olishga qiynalyapti. Qo'yib. Bektemir Meliqo'ziyev. Hech shubhasiz aytish kerak, chorak final qatnashchisi va u yerda qozog'istonlik Yerik Alshanovni kutib turibdi. Bu ham og'ir jang bo'lishi kerak, lekin biz ishonishimiz kerak. Biz unga ishonishimiz kerak. U o'ziga ishonishi kerak. Hammamiz bokschilarimizga ishonishimiz zarur. Qo'yil mana. Hurmat belgilari jangdan keyin bu har doim chiroyli bir manzarani yuzaga keltiradi. Va rasman g'olib e'lon qilinadi.
Bektemir Meliqo'ziyev chorak finalda, tabriklaymiz. O'zbekiston terma jamoasining 5 ta bokschisi bugun ringga chiqdi. 5 talasi g'alaba qozondi. 9 ta jangchimiz jahon chempionatidagi yurishini davom ettiradi. Har kuni UzReport kanali orqali O'zbekiston terma jamoasining haqiqiy qahramonlari, boks bo'yicha terma jamoa a'zolari ishtirokidagi mana shunday super janglarni kuzatishda davom eting. Chempionatning oxirigacha eng qiziqarli bahslar e'tiboringizga havola etiladi. Mabodo jonli efirda ko'rishni ulgurmasangiz, Facebookdagi sahifamizga har bir jang joylashtirilyapti. YouTube'dagi rasmiy sahifamizga har bir jang joylashtirilyapti. O'tkazib yubormang. Bunday chempionat 2 yilda bir bo'ladi va bu safar O'zbekiston haqiqiy favoritdek qatnashyapti. Rahmat mana shu ustozlarga, rahmat bokschilarimizga, federatsiyaga mana shunday jamoani tayyorlaganiga va sizga ham rahmat e'tiboringiz uchun. Davron Fayziyev siz bilan birga janglarni tomosha qildi. Oybek Ortiqov. Translyatsiya pult oldida bo'ldi. Keyingi translyatsiya efirlar orqali ko'rishguncha xayr.